كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند Nimaga hadeb aytaveryapsiz? Vaqtingni zo'rini bolangga sarfla deb. Zamonni ko'rib turibsizlar, birodarlar. Fasodda yoyilganini ko'rib turibsizlar. Odamlarda bir-biriga mehrsiz bo'lib ketayotganligini ko'ryapsizlar. Aka-ukalar bemehrligini ko'ryapsizlar. Oila a'zolari yig'ilib bitta dasturxonda o'tira olmaydigan bo'lib ketdi, ko'ryapsizlar. Mana shu bir fasodga uchragan zamonda haqiqiy ota mas'uliyatini his qiladigan bo'lsa, farzandlarini tarbiyasi bilan shug'ullanadi. Agar farzandda bu yosh bolami yo bir bo'ydoq bolami balog'atga yetib qolganmi, uyida mehrni topmasa, lutfni, bir-birini kechirishlikni, bir-birini tushunishlikni topmasa, ko'chaga qochadi. Farzandlar bor, otasi bilan o'tira olmaydi. Chunki ota bir vodiyda, farzand ikkinchi vodiyda. Nimaga shunaqa bo'lib qoldi? Ota shu narsa bilan shug'ullanmadi. Farzandlaringlar, birodarlar, sizlarni ishlab chiqargan mahsulotinglar. Yomonmi? Demak, siz aybdor. Yaxshimi? Yana siz aybdor. Nimaga falonchilarda bolalarga o'xshamaysan sen deb malomat qilayotgan paytingizda u falonchini bolasida u. Bu kimning bolasi? Sizni bolangiz. Tug'ib, yedirib, katta qilib qo'ysanglar bo'ldi emas, tarbiya qilishlik kerak. Inson bolasi kim bo'lishidan qat'iy nazar, bu dunyosi bormi yo'qmi farqi yo'q. Qaysi millat vakili, bunda farqi yo'q. Diniy bilimlarni o'rganishligi uchun farz. Odamlar sizdan nima ish qilasiz deb so'raydi. Men deydi tabibman. Ha, yaxshi. Siz-chi? Men injenerman. Men advokatman. Siz-chi desa, men deydi diniy ilmlarni bilaman. Men dindorman deydi. Nima? Dindor bo'lishlik mutaxassislikmi? Ixtisosmi bu? Nima? Narigilar bu diniy bilimlarni bilishlik kerak emasmi? Tabiblar, advokatlar kabi ustalar. Birodarlar, diniy bilimni o'rganishlik har bitta musulmonga farz. Bir odamning tabib bo'lishligi diniy bilimlarni o'rganishlikdan ozod qilmaydi. Bir odamning injener bo'layotganligi diniy ilmlarni o'rganmasa ham bo'laveradi degani emas. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, nima hunaringiz bo'lishidan qat'iy nazar, diniy bilimni o'rganishligingiz farz bo'ladi. O'zini musulmon sanagan odam shakanami? Juda ko'p o'zini musulmon sanagan odamlar bor, dinidan mutlaq g'ofil. Savollar beradi, eshitib, yo'qani ushaysan. Nimaga haj faqat Zulhijjada bo'lish kerak deydi. Boshqa oyda bo'lsa bo'lmaydimi? Zulhijjada ham ko'payib ketadi. Keyin haj qilsa bo'lmaydimi? Yoki nimaga Ramazonda bo'lish kerak endi hali farz bo'lgan roza? Saratonga to'g'ri kelib qoladi. Qishda tutib qo'ysa bo'lmaydimi? Bu savoli nimani bildiryapti? Diniy ma'lumotlardan umuman uzoqligini, johilligini. Dinimizda, birodarlar, shunday bir ishlar bor, har bitta musulmon bilishligi shart. Bilasizlar, diniy bilimlar ham ikkiga bo'linadi. Farzi ayn, farzi kifoya. Mana ilm majlisiga keldik, birodarlar. Juda ham bir yaxshi ish qildik. Hozir diniy bilimizni, yelkamizdagi mas'uliyatni bizga uqtiradigan darslarga guvoh bo'lib turibmiz. Har bitta musulmon bilish kerak bo'lgan narsalar nima? Halol haromni bilishligi shart. Farzni bilishlik kerak, vojibni bilishlik kerak, haromni bilishlik kerak. Dunyoga nimaga kelganligini bilishlik kerak. Nima uchun yashayotganini bilish kerak. Chiqib ketgandan keyin uni naryoqda nima kutayotganligini bilishlik kerak.